الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة أدى الأمانة نصح الأمة كشف الغمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugün Menhalul Hadis Pisharihil Hadis degan kitobning 45 hadisini Kitabus Salat ya'ni Kitabul Juma namoziga munosabatlik Juma namoziga aloqador bo'lgan hukmlarni bayon qilib berish oldida turibmiz. An Salman al-Farisi radhiyallohu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمص من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعات الأخرى. Salmanul Farisi radhiyallohu anhudan rivoyat qilinib bundaq dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundaq deydi. Bir kishi juma kunisi yuyinib qodir bo'ladigan miqdorda pokizlik qilib, hamda bu pokizlik qilish chochlarini, quloqlarini, egizlarini, butun badanlarini, kiyim-kechaklarini, hatta tırnaqlarini din başlab pokizlik qilib va boshqa sunnatlarni to'liq ado qilib, pokizlik qilib, yig'idan yog'lanib, uyda yog' bo'lsa chochlarini maylab, yuzlarini toza maylab, paqirtib, oyoqlarini maylab yoki uyining xushpuroqlaridan takkizib, uyda o'zininki bo'lmay qolsa, ayollarning bo'lsa-mu bo'ladi. Xushpuroqlarini takkizib, andin uyidan chiqib, masjidda namoz o'qig'ili kelgan ikki kishining orasini ayirvatmay, uning uchun farz qilingan, ya'ni nisb qilingan namozni o'qib, ya'ni nafl namozlarni tahiyyatul masjidni o'qib, imam so'zlagan vaqtda, tabliğ qilayotgan, xutba o'qiyotgan vaqtda jim o'tirsa, uningga u juma bilan yana bir juma orasidagi gunohlari kechirim qilinadi dedi Rasululloh. Qarang, bu güzel nasihatni, bu güzel tarbiyani bir juma uchun oldi bilan yuyinish kerak ekan. Yuyingandan keyingi bütün pokizliklar, har turli pokizliklar, yog'lanish, xushpuroqlarni ishlatish, uydan chiqib ikki odamning orasini ayirvatmay, masjidga borib namoz o'qib, imom so'zlaganda jim turib qilish. Bu gunohning kapporat bo'ladiganligiga xabar berdi. المعنى الآن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الله وتأدية فريضة الجمعة على أتم وجه من الطهر والنظافة ظاهرا وباطنا فيخبر بأنه ما من عبد نزف بدنه وثيابه وتطهر وتجمل ودهن بطيب من بيته ثم خرج إلى المصلى في هدوء وسكينة ووقار فلم يزاحم أحد ولم يتخطى رقاب الناس بل جلس حيث انتهى به المكان وصلى ما شاء الله أن يصلي ثم جلس مصغيا لما يقوله الخطيب من عزات تطهر نفسه وتكمل خلقه وتعلمه شعائر دينه وتفاصيل كتابه. Umumi ma'nosi, Payg'ambar alayhisolatu vasallam Allohga bo'ysunishga, juma farzini to'liq ado qilishga, pokizlik, ichki va tashqi jihatdan pokizlik bilan to'liq ado qilishga chaqirdi.
qanda bir bende tinini paklap, kiyimini paklap, pakizlik qilib, güzel, chiroyli yasinib, uyning xushburoqlari bilan maylinib, yog'linib, namoz o'qiydigan o'ringa tinch, temkin, ig'ir bisiq bilan chiqib, bir odamni qistimay, kishilarning gadallarini oqlab o'tmay, balki sorun yetgan yerda o'ltirib, Allah subhanahu va taala onun uchun öteşki tigişlik xalıgan namazlarını okup, andın İmam Ahunum digen özünü, nefsini paklaydıgan, ahlakını mükemmelleştirdigan pende nasihatlarga qolaqını selip, onunla dini şuarlarını ügütüdigan, kitabının tafsirlerini ügütüdigan sözgü qolaqını selip oltasa, "Ma min muslimin yef'alu zalika illa radiyallahu anhu." deydi Peygamberim. Yani şunda kılıdıgan Müslüman bolsa, Allah o Müslümandan razı buludu ve o Müslüman ötüp ketken cümadan başlap, hazırki cümaga kadar işlep sağan hatalıklarını keçirim kılıdı. Çünkü o Rabbi bilen güzel uçuraştı. Onun perizini ada qilish uchun eng yaxshi tayyorlik qildi. Allohning ne'matlarining ta'sirini o'zida namoyon qildi. Allah u orqali uningga marhamat qilgan ne'matiga tashakkur etish uchun uning jazosi eng yaxshi jazo bo'ldi. Hal jazaul ihsan illa al ihsan. Yaxshilikning mukofoti faqatla yaxshilikdir. El-Mebahisul Arabiyye la yagtasil degan, yuyunup degan cisminin hemmini su bilan pakizlab demekçi. Ve yetetahhar mestata'a min tuhrin ma isim mevsul biyada. Ellezi men iste. Min tuhrin mağa bayan. Kadir bulalgan, imkaniyetinin yetişçi pakizlik kılgan demekçi. Bunu gusluğa qilish la yagtasilu rajulun yawmal jum'a deb qilib va yatatahharu mastata'a min tuhrin deb gusluğa qilish ya pokizlikni oshirish uchun yoki maqsad burutni elib, tirnoqni elib, avratning tuklarini tushitib pokizlik qilish maqsad. Yoki maqsad yuyinish bilan tenni paklash, tatahhur bilan beşini yuyish, kiyimlerini paklash. Yani bundan bayan degandek yuyinish umuman biz bilgan g'uslini lazım tutsa, imkoniyatining yetishi pokizlik qilgan degan shu chochlarini yuvdi, tırnaklarını aldı, buruklarını tengşidi, sakallarını tengşidi, öğretlerinin tükünü aldı, koltuğunun tükünlerini aldı ve başka pokizlik qilishini yuyungandimi, sopullarını işletti, kiyimlerini qattiq, yaxshi, hatta dezmallarını saldı degan ma'noda. Ve yeddahin min duhnihi degan dalni qattiq o'qish, yeddahin iftial babidan uning ma'nosi chochlarini yağ bilen, yoki zaytun bilan mayligan degan ma'noda. Cheshning, saqalining chuvuliqlarini yo'q qilish uchun, chuvuliq chosh, chuvuliq saqal emas, choshlar deganda maylab, saqallar deganda maylab, pok etib demakchi. Aw yamus ikki shayning biriga. Mana agar yog' topolmay qolsa, uyning xushburoqlaridan takkizadi degan ma'noda. Bu ev bu ma'nosida buluş ihtimalim var. Shuningdek mu rivoyat qilingan. Unda bo'lganda ikkilisini jug'lasa kerak yo'q. Ya'ni yog'lanib, xushburoqlarini takkizib qilsa kerak yo'q. Fala yufarriq baynastayn yaning pishi bilan raning yufarriq, ya'ni ikki kishini ayirib atmay. Bu burun
burun beriştin kinoya. Yani o adam burun berip adamların geldiğini aklamasa demek. Kermani bunda deydi. Yoki mana ikki odamning orasida qistab, uning orasiga kirmasa. Chunki ba'zida ikkovilarni qistab soladi. Xususan qattiq qiziq odamlar to'plashgan chaqida. Son ikki odamning orasida qistamay azada o'tirsa demak. Ma kutiba lahning ma'nosi ikki xil qarashni o'z ichiga oladi. Biri ma kutiba lah degandan maqsad uningga farz qilingan juma namozi. Juma namozini yaxshi o'qisa demakdir. Ikkinchisi ma kutiba lahning ma'nosi uningga taqdir qilingan farz namoz yoki nafl namozni o'qisa demakdir. Summa yansit avvalini pishish yoki avvalini zivar yansit ma'nosi gap qilmasa. Azhari ansata nasata intasata degan uchilisi üç til bir ma'noda. Ansata nasata degan ma'noda. Iza takallama al-imam degan xutba o'qishga boshlagan chog'ida. Ma baynahu va baynal jum'ati al-ukhra degan hozirgi juma kunisi bilan yana bir juma kunisining orasidagi gunohlarni. Bu jumaning oldin o'tib ketgan juma bo'lishimi ehtimoli bor, yo uningdan keyingi ehtimoli bor. Chunki uxra degan oxirning muannisi xaniza var o'xshaydi. Unda bo'lganda o'tganki juma, oldingi juma, ikkinchi juma. Har ikkilasining ehtimoli bor. Fiqhul hadis. Hadisninki fiqh hukmlari. Innama adafa at-tib ila al-bayt liyu'azzin bi anna as-sunnah ay yattakhiza at-tib li nafsihi wa yaj'al isti'malahu 'adatan lah. Fayaddakhiruhu bil bayt. Fa hadha bina'an ala anna al-murad bil bayt haqiqatuhu. Peygamber aleyhisselam uyinin yığını yoki uyinin xushpurakini deb xushpurakni uyga izoh qildi. Bu sünnet xushpurakni o'zi uchun xush tutib, uni odatda o'ziga ishlatib, uyda ep qo'ysa degan nuqta uchun. Bu uydan haqiqati iroda qilinganga binoan bunda. Ama uyni ayolidan kinoya qilsa, yani uydan ayolining deyish demi Rasululloh uydan deyish. Chunki ayol kishi degan uyda turadi. Ko'pincha ayolning o'rni uy. Abdullah ibn Umarning hadisida uch kelgan Abi Davud'dan rivayet qilib mushuning bilan aw yamussa min taybi imraatihi daqaba ayolining xushpuroqlaridan takkilsada. Ma'nosi buning asosan agar o'zi uchun xushpuroqni tutmasa, an ayolining xushpuroqini ishlasin. Agar o'zining qashida kiyayotgan kiyimdan chiroyliroq kiyim topalsa, uning bilan yasansin. Abdullah ibn Umarning hadisida kelgan rivoyatga asosan ham va yalbas min salihik siyabi yaxshi kiyimlarni kiysin deb bor. Va masjidga tamkinlik, ig'ir bisiq bilan yuzlansin, jidallashmasin, ikki kishining orasini ayirib etmasin, xutba o'qigan chaqda gap qilmasin. Alloh uningga xatoliklarni kechirim qiladi. Hatto Alloh uning xatoliklarni kechirim qiladi demakdir. Vel maksud gufranu zunub es-sagairi. Günahlarını kechirim qiladi dedi. Buningdan maqsad kichik günahlarni demekdir. Lima zadahu fi hadis Abi Hurayra inda Ibn Majah ma lam tagashil kebair. Bu hadisqa Abi Hurayra'nın rivayet kılıngan hadisida İbn Majah'da madami ki kebir günahını kılmasa yani fa innaha iza gashiyat yani o insan eğer kebir günahını işlep kalsa kafaret kılamaydı degan deb qo'shib qo'ygan hadisga asosan maqsad sag'ir gunohlarni kafaret qilishdan cho'ng gunohdan saqlanish shart. Chunki cho'ng gunohdan saqlanishning o'zi ham
kichik gunohlarni kafforat qiladi. Alloh taolo in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum dedi. Agar sizlar to'silgan ishning cho'nglaridan saqlansanglar, sizlardan kichik gunohlarni kafforat qilamiz, ya'ni sizlardan kichik gunohlarni o'chirib tashlaymiz dedi. ولا يلزم من ذلك أنه لا يكفر الصغائر إلا اجتناب الكبائر بل يكفرها أمور أخرى كالتي هنا. Bu gapdan kichik gunohni faqatla cho'ng gunohdan saqlanish kafforat qiladi deganlik gap chiqmaydi. Balki kichik gunohlarni boshqa gunohlarni, boshqa ishlarni kafforat qiladi. Bu yerdagi hadisga o'xshash. Mana agar bandiga kichik gunoh bo'lmasa, o bandadan şunun miqdordagi cho'ng gunoh kafforat qilinish umidi bor. Faqat kichik gunoh qilgan bo'lsa, cho'ng gunohlarini mu kafforat qilinadi. Va illa agar cho'ng gunoh bo'lmasa, şunun miqdorida savob beriladi. Allah subhanahu va taolaning fazlida ta ish yo'q. وظاهر الحديث أنه لا يحصل التكبير المذكور إلا لمن جمع بين تلك الأمور من الغسل وما بعده. Hadisden çıkıdığan mazmun yukarıda tilg'ilingan kaffarat faqatla yuyunuş ve onundan kinki işlarni jug'ulgan qilgan kishilar uchun deganlik chiqadi. ولا احتمال أن يكون المراد الجمعة المستقبلة فمعنى التكبير عدم المؤاخذة بالذنب إذا وقع. Kilerki cuma digen maksat digen ihtimalga asasen kaffarat qilish deganning ma'nosi gunoh qilib salsa gunohni sucht qilmaslik deganlik bo'ladi. Allah Teala'nın "Liyaghfiralakallahu ma taqaddama min zambika ve ma ta'akhkhar" degan so'zining ma'nosi va o'lchamiga asosan. Endi kelarki jumagachilik degandan kelarki jumagacha qilmagan gunohni qanday kafforat qiladi desa, kelarki jumani kafforat qilish degan qilsa jazolamaslik deganlik. Ve yustafadu min al-hadis hadisdan tuvandagi narsalar. Birinchi istihbabul ghusl lil-jumu'a ghusl shar'i. Cuma üçün yuyunuşning mustahabligi. İkinci, istihbabu tatahhur ve tanzifus siyab ve aqlus sharib ve zapri ve gayri zalik. Pokizlik qilish, kiyimini paklash, bulutni elish, tirnoqni elish, shuningdan boshqa ishlarning mustahabligi. Üçüncü, istihbabul iddihan ve tatayyub, yağlanish ve xushpuroq qilishning mustahabligi. Dördüncü, kerahiyetut taxatti li riqabin nas yawmal cuma. Adamlarning gadinidan juma kunida oqlab o'tishning makruhligi. Qala Shafi'i akrahu taxatti illa liman la yajid as-sabil illa al-musalla. Ve kana Malik la yakrahu taxatti illa iza kana al-imam ala al-minbar. İmam Shafi'i bunda dedi. Men namoz o'qiydigan o'ringa baradigan yo'l topolmagan kishilardan boshqasqa oqlab o'tashni makruh deb qarayman. İmam Malik imom minbar ustida bo'lgan vaqtdan boshqa chog'da oqlab o'tash makruh bo'lmaydi degan. Al-khamis mashru'iyatu tanafful qabla salatil jumu'a bima sha' liqawlihi summa yusalli ma kutiba la ala annaha bima'na ma qudira la. Yani cuma namazından burun xalgan nafli namazlarni o'qishning yo'lga qo'yilganligi. Payg'ambarimiz summa yusalli ma kutiba la degan so'ziga asosan, yani o namaz ma qudira la nima taqdir qilinsa deganga asosan. Beshinchisi imom xutbaga, oltinchisi imom xutbani boshlagan chig'ida jim turishning talab qilinishi. Uning hukmi vacip jim turish. Bu haqda buyruq kelganlik uchun. Yettinchisi javozun nafila nisfan nahar vaqta zaval yawmal juma. Cuma kunisi kun qiyilgan vaqtda tik shu vaqtda nafl o'qish durus. Sakkizinchisi anna ma taqaddama min al-umur as-sab'a al-mazkura fil hadis yukaffiru zunub. Sakkizinchisi
Hadisda tilg'ilgan 7 ishdan iborat ilgari o'tib ketgan narsa gunohni kafforat qiladi. 7 ishni payg'ambar bayon qildi, mana bu gunohni kafforat qiladi deydi. Demak, yuqoridagi hadisda namozni kafforat qiladigan, ya'ni gunohni kafforat qiladigan namoz bo'lish uchun yuqoridagi talab, shartlar va sifatlar umumatan yaxshi o'rnatilishi kerak. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Rahmatika ya rahmanir rahim.